Bularga Alloh taoloni ana shu o'zini qalbidagi niyatiga, adovatiga yarasha va mana shu ahli dinga, musulmonlarga qilgan yomonligiga yarasha inshaalloh qiyomat kunida azobini ko'radi. Дағы мындай дейін да, мен көп ұғамда, мен кітептерден, хадистерден оқимын. Адам 3 мақсатта илім алады дейді да, 3 мақсатта дейді. Мен азыр тура айттым бу, тура айтмаса айтамын, сіз ошоны толықтап кетесіз. 3 мақсатта дейді. Биринчи Аллах Тааланын разылыгы үчүн алат дейді илимдичи. Экинчи алган илимдерин эми башка адамдарга жеткизип, бир туугандарын, туган уруктарын, досторун тозоготунан куткарып калыш үчүн алат дейт. Үчүнчүсү эми алган илимдерди башка бирөөлөргө жеткизиш үчүн дейт. Азыр сиз 30 параны 14 жашында жаттадым деп, азыр сиздин колуңуздан канча карылар чыгып, канча адамдарды үйрөтүп койдуңуз? Hozirgi kungacha yetishtirgan qorilarimiz 10 taga yaqin bo'lib qoldi. 10 taga yaqin qorilar shu bizni qo'limizda ta'lim olib 30 parani bitirishdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadis shariflarida keltiriladi. U ilm olishlik avvalambor Alloh taoloning maqsadi roziligi bo'lishlik kerak. Alloh taoloning rizosi bo'lishlik kerak. Musulmonning maqsadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadis shariflarida keltiriladi. Ilmni odamlarga o'rgatishlik uchun olgan kishi inson deydi, o'zi amal qilishlik uchun o'rgangan odamdan 70 barobar darajasi ulug' bo'ladi deydi. Yana hadis sharifda keltiriladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadi: "Yastagfiru lil alim man fis samawati va man fil ard." Olim kishi uchun, ahli ilm uchun butun yer yuzidagi, osmondagi bütün mahluqot istig'for aytadi. Hattoki hattal haytan fil bahr, hattoki mana shu dengizda suzib yurgan baliqlar, qurt-qumursqalar, tog' toshdagi hamma narsa, nabotat, o'simliklar hammasi ey Parvardigor, mana shu insonlarga dinda o'rgatayotgan ahli ilmni o'zing gunohlarini mag'firat qilgin, kechirgin deb doim istig'forda bo'ladi deydi. Yana o'sha hadis sharifda keltiriladi: ahli ilm olim kishi bilan omin o'rtasida 700 barobar daraja farq bo'ladi ekan. Allah razı olsun olsun bir tuğanlarım. Kiçine şu Kırgızstan'a hazırkı bizim bir tuğanlarımızga sizlerge 30 sekunddan vaqt vereyim. 40 sekunddan. Şu Kırgızstan'a bizim bir tuğanlar namaz oruç tutup atkanlarga, teravih okup atkanlarga qanday bir qallı tilingizde aytıp ketsеңizdер. Alloh taolo mana shu Qirg'iziston elimiz barchasi mo'min musulmonlarni Alloh taolo mana shu Ramazon oyida yanada ko'proq ibodat, toat, mana shu xayr ehsonlarda bo'lishligini Alloh taolo barchalarimizga nasib qilgan bo'lsin. Bu Ramazon oyi shunday bir ulug' oyki, mana shu oylarning sultoni bo'lib hisoblanadi bu oy. Bu oyda aytilgan bir marta aytilgan subhanalloh boshqa oylarda aytilgan 1000 marta subhanallohdan afzal deydi ulamolarimiz. Bu oyda o'qilgan 2 rakat namoz boshqa oylarda o'qiladigan 1000 rakat namozdan afzal deydi. Shuning uchun bizni buyuk imomimiz Abu Hanifa rahmatullohi alayh Ramazon oyi kelganlarida Ramazon oyi ichi 30 parani 61 marta xatm Qur'on qilar ekan. Qarang, kunduzi bir marta kitobga qarab bir o'qir ekan, kuniga bittadan va kechasi tarovih namozida 2 rakat namozga bomdodgacha bitta o'qir ekan 30 parani. Undan tashqari jamoat uchun kuniga bir paradan 30 kun xatm Qur'on o'tib berar ekan. Alloh taolo mana shu barcha musulmonlarni shu oyda mana shu Abu Hanifa rahmatullohi alayhi singari g'animat bilib toat, ibodat bilan o'tkazishlikni barchamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.